Kahraman ve kahraman yetiştirdiğin analar. Mənbəsi Tordan. Kahramanlıq doğrusunda yazmaqçı bolğanımda isimge kelgeni Oğuzxan, Tomaris, Abduxaliqlar desem yalğan sözlegen bolaman. Şu tap içinde ki barcha qayg'ularni, çanaqlarga to'lgan yoshlarni ertib etib turib, balam, men yaxshi deb kulimsirgan anam, yuragini o'rtavatgan alamlardan anamga va bizga umid, şadlıq bağışlaydigan sözlarni, kuluklarni yaşavatgan dadam, hayatida bir qatımı pardazlanıp baxmagan, hayatının ayollarning rengarang tanazlıqlardan, qalblardan xali bir ömür ocaq beshida, farzand qo'yida ün-tünsiz halal yaşab, davrangsız o dunyoga ketgan rahmatlik momam. Qiran yechig'i yetgan o'g'lini baqi alamga uzitib qo'yib, ko'zlaridagi judoliq yoshlari qurmay turib yenadagi balasidan vayim yegan ana. Apsi dadasining beshiga kelgan fojialardan puchlangan yuragini, yoshlarini hech kimga ko'rsatmay yana yot ellarda tirishayotgan yeliqi uskash, o'lim og'zidan qutulib kelib, ko'z oldidagi narasidilar uchun bo'lsa-mu tik yashayotgan yosh ana. Aps yo'q ballarning balliqdagi xushalliqlarini yo'q qilmaslik uchun bar kuchi bilan tirishayotgan dada. Bir yutum suv, bir tishlam nonsiz, quyosh nurini ko'rishdan, so'zlashdan, hatto cho'nqirroq nafaslanishdanmi mahrum qilyapsizmi, hayotlik uchun yenavatqanlar. Of, mana mushlar kitoblarga, tarix betlariga yozilmaydigan, tillarda daston bo'lmaydigan jiroq ammo lekin haqiqiy hayotlik qahramonlari bilinavadi menga. Qarang'uliq, yo'ruqliqqa, qarang'uda esenkrab tipirlayotgan kishilar ichidan bizning dankodek yuragini mash'al qilib o'tirg'i chiqishiga, yo'l boshlashiga zamon qahramonlarga muhtoj bo'ladi. Bugun men qahramonlik obrazini ajoyib muvaffaqiyatli yaratib bergan ushbu Mehmet Avaq romani orqali yo'lboshchi qahramonning zodi qandoq bo'lganligini sharhlab baxmoqchiman. Hammaga ma'lum, mash'al bo'lish uchun ko'yish kerak. Ko'nib qolgan koni tafakkurni cho'rib etib o'ylaydigan bo'lsak, har qanday bir cho'ng ishlar, qaltislik, qahramonlik oldi bilan shaxsiy istakdan keladi. Avam ichida yashab, oddiy bir avam sifatida ular tartgan xo'rliq, yaralanishlar, parchalanishlarni beshdan kechirib baqqan, tetib baqqan kishilar o'zi bilan o'xshash qismatdagi odamlar uchun yuragini mash'al qila oladi. Bu nuqtani Mehmet obrazi bek obdan sharhlagan. Mehmet aslida bir vijik, avoq, mushtumdaklar bala. O özü tug'ilib o'sgan tikanlik, sho'rliq yezining xususiyatidek chidog'siz jafo mashaqqatda cho'ng bo'g'achqa, bo'yi tuzuk o'smagan, yelkisi tar, qochoqlari inchga, qo'l-putlari qurgan daraxshideklar. Yuzlarining so'ngki chiqib turadigan, biroq qattiq va mustahkam, yana ham lavlarda bo'voqlarning gerek ma'sum, muloyim tabassumi bir bala. Bu avaqda Oğuzxandaki qomat, G'ani Baturdaki kuchdingurlik, Olib Ardongadagi hayvatli quvvat yo'q. Biroq bu avaqni qahramon qilgan ikki narsa bor. Biri Mehmetning ko'zlaridan yangan jingning uchida g'azab uchquni, yana biri mingisi, yuragi, hatto yiliklarigacha singib ketgan og'isiz erkin yashash istagidan yangan seriq uchqunlar. Undaqda uni qahramonlikqa so'ragan bu uchqunlar, kuchlar qayerdan kelgan? Mehmetni qahramonlikqa boshlagan ikki xil uchqun. Mehmetning qahramonlik hikoyasi mundaq boshlandi. Mehmetning dadasi o'lib ketgandan keyin 5 yezining og'isi bo'lgan Abdu ağa ana balaning yerini tatib elib, qulning o'rnida ishiltidi va ha desa ana balani o'lgich urdi.
kichkina Mehmetni qattiq urib odamsiz cho'lga apirib daraxtga 2 kun bog'lab qo'ydi. Zimistonda yalang'oyoq holatda tikanlik etizlarda kun bo'yi ishildi. Bütün yezi xalqi uning ruxsatsiz yezining sirtig'ini chiqolmaydi. Hatto uning ruxsatsiz o'ylanmaydi. Yil bo'yi ulgidek ishlaydi-yu, ochliqdan qiynaladi. Mana shundoq o'chki soqol Abidi og'aning chidog'isiz zulmidan, do'zaxdek dagirman o'lik yezidan joq to'ygan 11 yoshlik Mehmet yilqi yeziga o'zi bilan birga ishlaydigan Tursunning ballarni urib tillamaydigan, ig'ir emgak sanmaydigan, etizlarda cheqir tikan unmaydigan, teshi topsi oltindek dengizi ba, qarag'aylari ba, kemiga o'ltirsa jonning hamma yeriga bora oladigan, quyoshda kinib turadigan yo'ruq yilqi yeziga qochadi. Qacha eliq yezi deb o'ylab qolgan bir o'ylida Sulaymon buvayni o'shirdi. Buvay bilan momay uyga to'satdan kirib kelgan, tizlirg'ich tikanlar bilan qonga bo'yalgan 11 yoshlik Mehmetni mehmon ustida mehribonlik bilan kutib oladi. Dastlab kunlari Abdu og'aning zulmidan qutulganiga xush bo'lgan Mehmet kunlarning o'tish bilan qayg'uga cho'midi. Anasidan vayim yeydi. Anasidan ansiraydi. Döner bolsa oğlunun derdide her günü digde qaynamga qarab Mehmetning o'ligini bo'lsa tip velib qilishni istab, anliq yurgi sakpari bo'ladi. Shunda qilib bir kuni Mehmet döngning u tarafiga, ya'ni Sulaymon buvay o tarafning Abdi og'aning yezishganligini jikilgan döngning u tarafiga ixtiyorsiz qadamlarini so'rab berib qoladi. Bütün yezi xalqi o'ligini chiqarib etgan Mehmetni ko'rib qolgan, azaldan kulimsirmaydigan, boshqalarga gap qilmaydigan, boshqalarning uyiga bormaydigan O'sik buvay kulimsirgancha yeziq kirib udul dönaning uyiga bordi. Bir döna emas, bütün yezi hatta Abdi og'a Mehmetning xabarini anglaydi-da, Mehmet o'ltirilmasdan ilinib keladi-yu, zolim Abid bütün yoz bar kuchi bilan tirishib ishlagan ana balani ochliqdan qiynaydi. Zimiston kunlaridimi yirtiq motalarda qolgan, ochliqdan qiynalgan bütün yezi xalqi Abidning ishga oldiga yolvorib kelishidi. Zalim bir dönani ayırıp qo'yib qolganlarga azdir ko'pdir ochliq berdi. Xalqni dönaga hech nima bermaslikni ogohlantirdi. Ani shu och qolgan kishilar öz nesibesini zalim Abidin yalvarıp elip, öylür ıssıq nanның məzlik hidlərə tolğan günlərdə 60 yaşlıq Durmuş Ali yavatqan neninin gelib durub qavatqanlığını bayqaydı da, ayalı höri ana bilən Abidinin çəkligini qaramasdan ana balığa açlıq nallarını elib barğanda, Durmuş Ali'ge yandab başqa dehqanlarmı dönələrə özünün boğuzdakı açlıqını öşürüb sunudu. Bu Qur'anı o'qigan adamning bu ademiylikdan ko'ziga yosh keladi. Dal shu dahshat kunlarda ochliqdan chiroyi o'likninkidek sarg'aygan, mag'dursizlangan bola Mehmetning ko'zlarida o'tkir jonning uchidagi g'azab uchqini paydo bo'ladi. Aslidagi balliqdagi ma'sum, shodliq uchqularining o'rniga almashgan Mehmetning ko'zlaridagi bu g'azab uchqini çekken azap uqubatlarning dard alimining mahsuli. Bu uchqun Mehmetning 11 yoshida balliq alam chekkan ham buni his qilgudek bo'lgan 11 yoshida tunji paydo bo'ladi. Mehmet muhabbat paypiqi kiygudek yoshida Xadichasi to'qib bergan paypiqini kiyib tunji qatim shaharga kirdi ham hayotini o'zgartiradigan ikki ishga uchraydi. Ya'ni dal shu shaharga kirish yo'lida ayni chaqda dang chiqargan Batur g'arb miskinlarning boshpanohi bo'lib, keyingi kunlarda qaraqchilikdan qo'l uzgan dangli qaraqchi Ahmadjon o'shirdi. Yana bir ish shuki, dangi tushganda Hasan 15dan shahar to'g'riliq öz yezisi o'xshamaydigan ajoyibotlarni, ya'ni bu shaharda hech bir o'zlarini molvaran etizlarini nagber nad to'xtaydiganlikni boshquradigan og'a yo'qligini, undan boshqa Istanbul, Marash, Kavkazlar to'g'riliq paranglarni anglaydi. Shu yoshgacha Abidi og'aning ruxsati bo'lmagan
shaharga kirib boqmagan Mehmetning ming'isida tunji qatim dunyo shunchalik kengaydi. Dunyoning to'limi kengligini his qiladi. Bu kengri dunyoda o'zi mushu yashig'icha dunyo faqat mushu deb bilgan yezning bir chekit, o'zi eng kuchli deb qaragan Abidning bir shumilichilikli ekanligini biladi. Hayotida tunjirat o'zini inson qatorida sanaydi. Mehmetning hayotidagi tunji tugun tunji qitimliq shaharga kirish bilan ishladi. Xadijasi bilan og'siz shaharda yashash arzusida bo'ladi. Og'siz erkin yashash istagi uning yigitlik davrida ko'zlaridan yangan, ming'isi, yuragi, hatto yilliklarga singib ketgan seriq ushqullar ana shu tunji shahar voqeasi bilan vujudda tunji parlaydi. Ruhi bir yo'riqlikqa to'ladi. Mana bu Mehmetni qahramonlik yo'liga boshlagan sabab ham shaxsiy istak bo'lgan balalik, yigitlik davrida chaqnagan ikki xil uchqundan iborat. Haqiqiy qahramon mundaq bo'ladi. Qattiq yomg'ir yoqqan bir kechasi Mehmet Xadijani elib og'asi yo'q shaharga qochadi. Iz qo'g'lashni barcha yaxshilik va yomonlikni ustun ko'radigan dangdar izchi Ali Tokur bilan yezi xalqi, tosh tuproqlari, mol varalarining qarg'ilishlariga, o'z buvayning oshiq mashqlarni ayirib etmaslik uchun qilgan nasihatlarga muqarmasdan ularni tutib beradi. Yüzüdün balliq ketmegen, mehribon, tatinjaq avaq Mehmet tunji qatim mushu vaqtda söygünni almoqchi bo'lgan raqibiga va zalim abiga o'q atadi. Xadijani uyga ketkizib balliqida tunji qechib kelgan Sulaymon buvayning uyini yigitligida ikkinchi qatim qaqadi. Balliqida qo'rqib to'nglab kelganda ichgan muhabbatlik ko'jini yigitlik qo'rqimsiz holda yana tetiydi. Şunun bilan taqdir qismat 5 yillik ichidan tunji zolimga isyon ko'targan Mehmet avaqni taqqa chiqib qaraqchi bo'lishga buyurdi. Gunohsiz odamni, azroq gunoh qilib qo'ygan odamni pul uchun o'ldirsak, ikki qo'lim yoqangda qolsin. Biroq yana bir Abid og'ini yo'liqtirsang, uni o'ldirmasang, yana ikki qo'lim yoqangda bo'lsin degan so'zlar bilan tunji qahramonlik tarbiyasi bergan Sulaymon buvay Mehmetni qaraqchi turdi talabiga tunishtirganida buvayning orqaga mo'kinib olgan saharda ayrilganda ko'zlariga yosh ilib o'zini yolg'iz g'erib his qilgan mushtimdek 18 yoshlik Mehmet yo'qsul buvaylardan tortib ballagacha yalang'och qilib qo'yib bulaydigan, hatta o'zini muhabbat va kutib olgan Xizr Supat Karim o'g'lini bulash uchun uni dassab chaylagan. Bola chaqillarning oldida odat bo'yicha butun kiyimini soldirishga majbur qilgan tunji boshlig'i turdi talvining pastligi, zulmiga chidamay unga qurol ko'tardi. Karim o'g'lini qutqizib, Mehmet, Jabbor, Rajab, Chavush bu talvining atratidan ayrilib chiqib o'z oldiga qaraqchilik hayotini boshlaydi. Mehmet haqiqatan hech bir qaraqchiga zotli o'xshamaydigan nohaq qon to'kishga qarshi o'z dushmanining bolasiga rahmat qiladigan qaraqchi bo'ladi. U zolimlarga, zulmatga, xo'rlikqa qarshi qo'rqmas burkutga aylansa, ojizlar yaxshilik, samimiylik oldida yosh to'kadigan bag'ri yumshoq inson bo'ladi. Qahramon badal to'laydi. Hech bir qahramonlik sababsiz va badalsiz bo'lmaganidek, Mehmetmi bu yo'lda inson yuragi chidovsiz darajada badal to'laydi. Onasi Abidning eg'ir tayoq dastidan o'lib ketdi. Yolg'on isbot bilan turmaga solingan so'ygan qizi Xadijani turmadan qutulib chiqqandan keyin bir ayolning hayotidagi o'limning ta'min tetkichi to'lg'oq azobi shivirg'anlik so'g'uqda g'arda o'q ovozlari bilan qo'sh o'lim vahimasi ichida bo'ladi. Yana shu tunji so'ygani Xadijasi ko'z oldida o'q tegib o'ldirildi. Tunji dadillikning lazzatini tetayolmaygan o'g'lini amalsiz Eraz ana elib ketdi. Seyran bilan oddiy bir inson kabi oila baxtining payzini surolmaydi. Yil-yillab dasht bayavonlarda yolg'iz yashaydi. Qattiq tashlar ko'rpi yostiq bo'ladi. Aman bir kuni boshqalar tarafidan o'ldirilganligidek o'lim vahimasidan xoli bo'lolmaydi. Mana shundoq bir insonning qalbi ko'tirgisiz ig'ir fojia, g'azab,
insonning tegishlik odamiyligiga qilingan dafsandachilik, zulm Mehmetni vijik, muloyim bir baladan qoplonga o'zgartirdi. Uning qahramonlik yo'lidagi badal bo'ladi. Qahramanni xalq yaratdi. Bir millat öz ulug'larini, olimlarini, ilm egillari, qahramonlarini cho'qim qadrlamasa, qovdimasa, hech nimasi yo'q bo'lib qolganligini bu romandek go'zal tasvirlab bergan kitobdan yana birini o'qimadim. Gül giyohlardan tatib odamlargacha muhabbat bilan qaraydigan Osmanjonning Mehmetni shunqarim deb o'z uyida uyushtirishlari, turqidili yiqimliq tabiatdan, kechki shafaqdan shoirona huzurini alaydigan, qabrisi oqibati o'zi sig'ingan ona yurtning to'pillariga ko'milgan Rajab Chavush. Dastlabda Mehmetlarning izini qo'g'ilganligidan nomus qilib oxirgacha Mehmetning qahramonlik yo'lidagi eng ishonchli yordamchisiga aylangan Ali Tokur, qalbi nurga to'lgan Farhat Imom qatorliq ajoyib insonlar, tayoq yesim rozi bo'lgan, jinni badligi qahramonni saqlab qolgan yezi xalqi, eliqa oq kiyimlik ayollar to'pi. Qisqasi bir Mehmetning jini qahramonligi amaliyotda o'z xalqining qo'g'dishi, himoyasi bilan vujudga chiqqan. Mash'al ko'tarib manganlarmi oddiy inson. Mamdimin Hoshurning qum basqan shahar romanidagi mukammal odamni topolmay, oxir bu vaqtni podshohlikqa tanlab, boshsiz holda vayron bo'lgan beg'amlar shahrining heliga fuqarolaridagi mukammallik obrazini talab qilish hilmi ham mavjud. Biz teqichi o'tirgan mash'al kabi chiqishga jur'at qilgan har bir insonga hamma jihatdan mukammal bo'lish talabini qo'yamiz. Mehmet obrazining yana bir muvaffaqiyatli yeri shuki, uning oddiy bir inson bo'lganligida. Ya'ni Mehmetda botir qahramonlarga xos qaddi qomat, kuchtingir badan yo'q. Uning dadasi o'lib ketgan. Anısı başqalar qo'ldagi nonni tatibasimi, un chiqarmaydigan yavaş bir ayol. Mehmet maktab yuzini ko'rmagan, o'zining ismini yozolmaydigan savatsiz. Hukmronlarni dir-dir titratgan, tillarda daston bo'lgan Mehmet yana oddiy odamlarga o'xshash hojat qiladi, qurus qachidi, o'limdan qo'rqadi, umidsizlandi. O'zi tanlagan yo'ldimi talay qitim tengir qaydi. Mang'isidagi tugillarga javob izlaydi. Shunga deyman, yuragini sug'urib mash'al qilayotgan insonga oddiy bir insondan halqan yuqur talab qo'yolmayli. Ularning nurg'ulgan kam yerlari borligini oddiy insonligiga, amdigiga, to'lagan badallarga hurmat qilayli. Qahramonni eshittirdigani analar, qahramanni tug'udigani analar. Ayollar shu qavmning zalaldinimi, nusratini yaratalaydi. Haqiqiy ayol, erlarning ruhini uyg'otadigan, odamiylikni beydidigan isil do'rg'a o'xshaydi. Bu asardagi ayollar ruhini haqiqatan tilga ilishga arziydi. Chachlari oqargan, tishlari tushib, yuzlari purlashgan cheqir ko'zlik vijik ayol bo'ri anani bo'sh jaqlamang. U ajoyib bir ana. Qahramonlarning, erkaklarning, vatanning to'riqlarining anasi, erkaklarning yuragiga mash'al yoqadigan ana. Mehmet qurol tashlayman desa yoqsiga esladigan, o'g'ilni haq uchun kurash qilishga chaqiradigan, hamza tozdek paslarning yolvurishlari, oltin boyliqlarga ko'z qirni sanmaydigan, o'g'li o'lim girdaviga berib qolganda hammani unutib dunyoni ertqudek onalik mehrida o'g'lini saqaytadigan, o'g'lining har bir nusrati uchun bayram tantanasi qila oladigan, o'g'liga, erkaklarga erlik, jasorat, botirlik ata qiladigan analardindir. Sultan ana, muhabbat, poklik, odamiylikning nuridek ajoyib bir ana. Mundaq ayoldan kuch olgan erkak urush maydonidami o'q etmas kiyim kiydigan qalqonlardek jasoratga ega bo'ladi. Yana qaroqchining ayolligi, onaligi, hayoti bilan badal to'lagan Xadicha,
Toy günü Mehmetning hayatı üçün onu icraqlarga haydigan Sayran 20 yaşında 9 aylık oğlu bilan tul qolgandan keyin o'zi yolg'iz beqib cho'nqqan oğlu Eyzani yigitlikda o'z vaqtida yerini tatib olgan tog'asining o'g'li Ali yartalishib o'ltirib etibmi qonunning jazosiga uchramaganda g'azablanib Alilarning uyiga o't qo'yib keng kunlarda eng dangliq qaraqchidimmi margan yuraklik bo'lib ketgan Eraz ana Mehmet bir ömür qo'lida damlangan heli qahvaning ta'mini yana bir tetish uchunla qahva ichadigan öy qazon beshida qurbonlik beradigan onalar jumlasidan bo'lgan bakmi himmatlik mehribon qamar ana ular yerim kechalarda kelgan mehmonlar uchunmi erining mehmon keldi hozirlik tayyorla degan so'zi bilan mehmonlarga dasturxon soladigan ayollar xoinlarni o'ldirib deb isyon qila oladigan yuraklik ayollar qahramonning bexatarligi uchun kechida post turib beradigan ayollar vaqti kelganda ayollik ham pam parasti bilan qahramonni qutqizib qola oladigan bir qahramon o'lsa minglarcha qahramonni tug'adigan ayollar onalar Şübhisiz qahramon bo'lish uchun diplom ketmaydi. Faqat yenib turgan bir yurak bo'lsa kifoya. Aşı yurakni mash'al qilib el atrofni yoritsak kifoya. Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar aziz qarindoshlarim.